Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, futbol sevar do'stlar. Yana bir bor sizlar bilan Zafar Bimronbek kanalida diydor ko'rishib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Ekranni ozgina sifatiga agar xatolik bo'lsa uzr so'rayman, bunga e'tibor bermaysizlar. Endi nasib qilsa qachonlardir biz ham yaxshiroq daromad olsak va iPhone telefonlarini olamiz degan umiddaman. Nasib etsa o'shanda hatto yuzimdagi hollar ham, dog'lar ham, hamma narsa nuqta virguligacha ko'rinadi. Afsuski hozir foydalanayotgan telefonda unaqa kuchli sifat emas. Mayli, nasib etsa bir kun inshaalloh olamiz. Xo'sh, bugun nimalar haqida gaplashamiz? Bugun O'zbekiston Superligasida ikkita xabarni eshitib qoldim. Birinchisi, Mash'al klubi afrikalik futbolchini o'z safiga qo'shib olgan. Ikkinchisi, Namanganning Navbahor jamoasi ham Kongo Demokratik Respublikasi milliy terma jamoasi a'zosini o'z safiga qo'shib olish uchun unga taklif yuborgan. Katta ehtimol bilan o'sha futbolchi, kongolik futbolchi Navbahorda o'z faoliyatini davom ettiradi. Xabaringiz bor, bugun sanamiz 16-fevral o'tib bormoqda. Yana 10 kundan so'ng O'zbekiston Superligasiga start beriladi. 27-fevraldan barcha 16 ta jamoamiz, klubimiz o'z o'yinlarini boshlaydi, birinchi tur o'yinlarini. Bu yil O'zbekiston Superligasi albatta qiziqroq bo'ladi. Yangi murabbiylar, yangi muhit, yangicha legionerlar, yangicha jamoalarni oldiga qo'ygan maqsadlar. Haqiqatdan o'sha biz eng past tabaqadagi umuman kuchsiz jamoa deyotgan, yaqqol outsider deydigan jamoalarimiz ham bu yilgi mavsumda juda kuchli tayyorgarlik ko'radi. Kun ham, ob-havo ham shukrlar bo'lsin ancha ilib qolyapti. Kundan kun havolar yaxshi bo'lyapti. Futbol imkoniyatlarini ham, o'ynash imkoniyatlarini ham yaxshiroq ochib beradi. Va qadrli do'stlar, mavzuni yana Saudiya Arabistoniga qaratmoqchiman. Xabaringiz bor, Saudiya Arabistoni haqida ko'p gapiraman. Ya'niki Karim Benzema, Neymar, Cristiano Ronaldo va yana boshqa yulduzli futbolchilarni juda ko'plarni Saudiya klublari qo'shib olmoqda. Bu safar Muhammad Saloh, asli vatani misrlik bo'lgan futbolchi, qadrli do'stlar, katta ehtimol bilan Saudiya Arabistoniga, Saudiya milliy chempionatiga o'tishga rozi bo'lgan va nihoyat unga oldinroq aql bovar qilmas takliflar berilgan, lekin Saloh o'yladi, Muhammad ko'p o'ylab qoldi, boraymi, bormaymi degan xayollar bo'ldi. Ba'zi birlar uni aynitdi, Saudiyada faqat pul ishlaysan, lekin o'zingni formangni yo'qotasan. Xullas, shunaqa gaplar. Yo'talganimga xafa bo'lmaysiz, qadrli do'stlar. Havodan biroz bizda ham issiq jonmiz. Va qisqasi, qadrli do'stlar, Muhammad Saloh Al-Ittihadga o'tishi mumkin. Al-Ittihad unga yaxshi oylik maosh, yaxshi bonuslar taklif qilmoqda. Lekin Al-Ittihad, eslatib o'taman, o'tgan safar ham aytib o'tdim, nafaqat Muhammad Salohga, balki qadrli do'stlar, Lionel Messiga ham umuman Al-Ittihad emas, Al-Hilol katta aql bovar qilmas maosh taklif qilgandi. Endi Al-Ittihad ham Muhammad Salohga shunday maoshlar taklif qilmoqda. Katta ehtimol bilan 2026-yilgi mavsumda Muhammad Saloh Saudiya Arabistoniga keladi. Bilasiz, Saudiya Arabistoni Cristiano Ronaldoni olib kelib, futbol eshiklarini ochib, dunyoga e'tiborni qaratmoqda. Ko'ramiz voqealar rivojini, qadrli do'stlar. Xo'sh, Saudiya qachongacha bu imkoniyatini davom ettiradi? Xabaringiz bor, 2027-yilgi Osiyo Kubogi milliy terma jamoalar o'rtasida kelasi yil Saudiya Arabistoni bunga mezbonlik qiladi. Undan oldinroq esa bizni Jahon chempionati 2026 kutmoqda. Hozircha sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat. Zerikib qolmang. Superliga boshlansa, nasib etsa, har kuni har bitta jamoani muhokama qilamiz. Kerak bo'lsa, jonli efirlar qilamiz. Buning uchun kanalimizga obuna bo'ling, like bosing. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Barchangizni yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Joninglar sog' bo'lsin. Yaxshi kunlarda diydor ko'rishish nasib etsin. Salomat bo'ling.